Chabratga mana turban orasidan o'tadim baribir. O'shani mana siz tashqi ko'rinishdan 100 talik yoki 70 talik turib ko'ringani bilan 75 bo'lmaydi-chi. Ha, mana bunga shunaqa texnologiya ishlatganga ko'rib turganingizdek. Buni vertikalga yonma-yon qo'ygan. Parallelni qo'yganda bu alohida bo'lyapti. Ya'ni bu полноценный mashina uchun, podача uchun ishlaydi. Bu полноценный обратка uchun ishlaydi. Bo'ldi. Buni hech qanaqa bir anaqasi yo'q. Nima deydi? O'rtasidan o'tgan qarshiligi yo'q. Qarshilik bo'lmagandan keyin o'sha litrlarga javob beradi. Buni обработкасы, mana hozir usta kelgan magnitga qilib ko'rishdi, magnit unchalik olmayapti. Aslida stal emas, temir o'zi aslida. Просто bu обработка bo'lgan stal. Juda katta gradusda обработка qiladi. Buni texnologiyasini kataferezis deyiladi. Xo'p, shuni hisobiga bu karbonlashtirilgan metall bo'ladi. Ichkarisi ham. Ha, ichkarisi ham обработка bo'lyapti. Hamma model emas. Hamma modelning imkoniyati yo'q ichlarini ham qilishi. Spetsialniy o'zini kraskasi bor, o'sha suriladi. Hozirgi vaqtda shu narsani ustida ishlayapti zavodda. Ya'ni temirni xarakteristikasini, nirjaveykaning xarakteristikasini birlashtirishyapti.